Assalomu alaykum everyone. Sizlar bilan birgalikda man Legato va bu videomizda Brawl Pass'dagi, Pro Pass'dagi va Manba 91.000 kubikdan 100.000 kubikgacha bo'lgan nagradalarni birgalikda ochib chiqamiz. Ketdik ham. Oddiy star droplarni videoni boshida shunaqa tezlashtirib ochganimni qo'yib yuboraman va yaxshi yashilarni yoki nimadir tushib qolgan momentlarni tezlashtirmasdan to'liq holatda qo'yaman reaksiyam bilan. Bu yoqda ikkita legendarniy, bitta mifitskiy star drop qolib ketdi. O'shalarni qaytib ochib qo'yamiz. Endi bo'lsa oddiy Brawl Pass'dagilarni ochib chiqamiz. Xo'p, oddiy shunchalik Brawl Stars jimotlashib ketganmi? Yaxshi emas. Hop. Endi bo'lsa nima qilamiz? Endi bitta Serious yashik ochamiz. Serious boxmi, Serious yashikmi, xullas. 7 tali. Bundan tayinli hech narsa tushmaydi. Yana bilmadim. Может tushib qolar, может. Bu chista resurs. Vo, 5000 gap yo'q. Bu 5000 HP anaqaga kerak bo'ladi-da. Brawl Pass o'tayotganda kerak bo'ladi. Hozir uje Brawl Pass tugashiga 2 soat qolganda video olinyapti. 2 soatdan keyin, 3 soatdan keyin. Xullas sizlar bu videoni ko'rayotgan paytinglarda uje yangi Brawl Pass chiqqan bo'ladi. Yangi Brawl Pass yokida Brawl Stars sotuvsi bo'ladigan любой narsani bizani servisdan sotuvsizlar bo'ladi. Silka bo'lsa mana mana bu yerda bo'ladi. Bu skin sotib olishga arziydimi? Bilmadim to'g'risi. Mana skin bor. Mana skinni sotib olishim kerak. Chunki aksiya kelgan paytida sotib olishga uspet qilmagandim. 4000 blingga edi. Hozir endi 5000 blingga bo'lsa ham sotib olsam kerak. Xullas, ketdi. Menga juda ham yoqadi skin, prosta aksiya kelgan paytida sotib olishga uspet qilmay qolgandim, ketib qoldi o'shaning uchun. Wow. Boshqacha skinda, babi. Hop, hamma yoqdagi anaqalarni ochib olgan bo'lsa, endi sekin bu yoqqa o'tamiz. Bu yoqdagi nagradalar, oy, ancha-muncha ko'p, ancha-muncha. Hozir oddiy press house, oddiy bir balolarni ochganimizdagi resurslarni ko'rishingiz mumkin. Tayinli resurs qo'shilmadi. Nabarot 5000 bling ketdi. Endi bu yoqda olganimizdan keyin ko'rasizlar. Aytgancha bolalar, mana bu narsani ko'ringlar-da. Mana bu narsa. Hozir menda ozgina qolgan Mars 2 ga o'tishimga men kreditlar nimaga yangi brawler chiqishiga olib qo'ymayapman, chunki yangi brawler Serious kreditga chiqadigan paytda ujma Seriousni ochib bo'lganman. O'shaning uchun Seriousni ochib uje men qilib qo'yganman. Hozir ko'rsataman baba. Seriousni ochib men qilib qo'yganman. Ketdi bolalar, 100 ta kredit. Oy. Maksimalni tez olish kerak, chunki nagrada juda ham ko'p. Bolalar bilasizlar, nagrada juda ko'p. Legendarniy, ha? Yo, bismillah, ketdi. Bo'lamini. Hop, işte. Oo, ketdi. Baravar ham tushmadi. Bo'ldimi? Yo'q, bo'lmabmiz. Mars 2 ga o'tib, Mars 3 gacha o'tib qo'ysangiz zo'r bo'lardi mana shu videoni o'zida. Endi shuncha mehnat qilib ko'p ko'tarilgan narsalar, hoki nagradalar yetmasa, Mars 3 ga xatabi. Mars 2 ga chiqdi. Gap yo'q. O, ikonkasi. Videoga o'tganda hech kim chaqirmasa-da bor-ku. Hop, o, legendarniy ketdi qani. Luga passivkam yo'q edi. Legendarniydan passivga tushish endi vashshi edi. Bir chiroyli skin bermaydimi? Min kredit bermaydimi? Tezroq mana shu Mars slavidan o'tib ketsam.
Atiga 100 ta. Oh, mana Price House. Da, Price House. Eslab qolishim kerak. Har doim esimdan chiqib qoladi mana shu nomi. Price House. Price House. Redki, Sveretki. Ikkita, Sveretki ikkita. Bo'ldi pishdi. Pishdi. 100 вообще не стоит borku, не стоит вообще. Uji kelib qoldi 100 mingga. Shuncha mehnat bo'laman, shuncha ko'p ko'tarilgan akkaunt bilan shuncha harakat qilganman-da. Qancha vaqtim, qancha soatlab vaqtim ketdi-da. Arzimagan shu nagradalarni oldim. 5 minutga ham bormadi nagradalarni olishda. Qancha resurs yig'ildi. Atiga mana shuncha resurs qo'shildi. Shuncha mehnatga bilmadim to'g'risi. Chepuqa bu narsa. Shuncha mehnatim uchun chepuqa-da. Real bu narsa chepuqa shuncha mehnat uchun. Xullas, mana ochib qo'yamiz endi noiloj. Gipezzaratni ketdi. Новый мир. Liliniki, ну, нормальный. Endi nima ochishimiz kerak edi, hozir. Da, mana bu yerga anaqalarni ochamiz. Nima desa bo'ladi? Legendarniy Star Drop ketdi. Jack minta. Menimcha 3-marsgacha chiqa olmasa kerak. Nima? Gadget yaxshi, grifda gadjetim yo'q edi. Bordi, Nargis bordi deshmasam. Ketdi. Ulas bilmadim. Qanaqa yaxshimi, yomon pasiga tushdimi? Endi bu yoqdan ketma-ket ochib tashaveramiz. Ketdi. Eski oldovskiy yashillar hozir unchalik mazza bermaydi. Hozir unchalik emas, lekin mayli xullas. O'sha paytlarda boshqacha bo'lgan. Nima bu? Nechta berib yubordi HP? Yommayu 400 ta HP berdi. Gap yo'q. Price House. Ikkita. Bu хотя бы mifitskiga o'tmaydimi? Хотя бы mifitskiga video davomida, video uchun prям. Shuncha odam ko'radi. Bo'lmasa bu videoni misol uchun bilmadim. Bo'lmabdi. Epicskiy. Mifitskiygacha, хотя бы mifitskiga. Bo'lmabdi. 200 vo. Shans bor, yaxshi kelib turibdi. Bu ham bo'lmabdi. Хотя бы mifitskiga chiqsin. Alyo, хотя бы. Hop, legendarniy ketdi. Minta. Ну, yaxshi desa ham bo'ladi, yomon desa ham bo'ladi. Hop, yashik ketdi. Nechta predmet tushishiga qarab 9 ta. Hech narsa tushmadi menimcha. Unda hech narsa tushmabdi. Mifitskiy va nihoyat. Videoni prям oxirroqda tushdi. Shuncha ochganimizdan keyin birinchi Mifitskiy. Ketdi xullas. Mifitskiy. Bo'ldi. Bitta xursand. Nimaga bunaqa? Nima deb berib tashlamaydimi Brawl Stars? Xullas 4 ta dona mana bu narsa qo'ygan, ochib tashlaymiz. 100 tani olaveramiz to'g'risi hozir. Kerak emas game ishlatish. Game kerak to'g'risi, game kerak. Legendarniy yo'q, 49 ta вообще yo'q. No. Kerak emas. Gemimni anaqaga bo'lib yig'otdim hozir. Kultda mexa skini bor-ku. Kultda mexa skini. Mashinga bo'lib yig'yapman, aksiya kelib qolsa olaman degan niyat bor, lekin bezaksiz sotyapman. Aksiya kelsa olaman.
Eng omadsiz akkaunt manda degan gapimga ishonmaydiganlar uchun yana bitta isbot bo'ldi menimcha bu video. Xullas, video yoqqan bo'lsa, qiziqarli bo'lgan bo'lsa, like, komment, podpiska hammadan kutaman. Sizlar bilan Legato bo'ldi.